Üçüncü bab. Tığmıtıq elişiş. Birinci bölüm. U 1968 yılının bahar aylarıdala əsliga keldi. O baş uçu yo'q xiyal bilan talay aylarni o'tkazdi. Uning ne kulgisi, ne parını anlanmadı. Ko'rganlar uning o'sgilan chas soqollari, solg'un, xiyalchan chiroyga qarab, aqlidan adishib qolgan o'xshaydi deb o'ylaydi. Yo'q, u faqat xiyal bilanla shuncha vaqtni o'tkazgan. Mana bugun xiyaldan amaliyotga qaytgan o'xshaydi. U xuddi maslikdan yeshilgandek chechaklar bilan to'lgan boqqa qarab o'zicha naqshaydi. Qizini beshidan egiz ko'tarib, qaqoqlab kulib, "Yashash kerak, durust, yashash kerak" deb baqirdi. Uning xo'shalligi Zulya oilasining xo'shalligi bo'ldi. Zulya shu oqshomla yoshlarni yig'ib o'ltirishga berdi. O'ltirishda a'lo tambir chelib, ajoyib yiqimli naqshlarni aytib berdi. Dedi Zulya o'ltirish tarqagandan keyin qizil duxava bo'kini qo'liga olib, shadlangan ko'zlarini a'loga tikib, beshimdan bir taq bo'ladi. Ayting afkam, nimaga tuyuqsizlar xo'shal bo'lib qoldingiz? A'lo kulib qo'ydi-da, gap qilmasdan qalin bir kitobni qo'liga oldi. Kitob ingliz yoziqida yozilgan edi. Mushu kitob menga yo'l ko'rsatdi, dedi u hayajonlanib. Bilamsiz, ba'zida kitobmi odamni qutuldira oladi, ba'zida o'ltira oladi. Bu nima kitob ukam? Bu, dedi A'lo kitobni varaqlab o'tirib, dunyodagi mashhur odamlarning turmush fojialari to'g'risida yozilgan qiziqarli hikoyalar. Dunyoga dangliq chiqargan ulug' odamlarmi turmushning xilma-xil fojialariga duch kelgan. Ular qiyin ahvollarga duch kelganda hamonam o'z ishini, o'z qadr-qimmatini xalq bilan birlashtirilgan. O'z shaxsiy fojiasini xalqning beshiga kelgan fojia bilan silishtira olgan. Shunda qilib o'z mas'uliyatini to'nib yetgan. Odam o'zining xalq oldidagi mas'uliyatini to'nib yetganda, uning shaxsiy fojiasi arzimas bir nimaga aylanib qoldi ekan. Bir odamning yaramliq yoki yaramsizligining belgisi mana mushu mas'uliyatni to'nib yetgan ya yetmaganligida ekan. Biz cho'ng ish qila olmaymiz, dedi Zulya beshni silab. Sizlar cho'ng ishga tutish qilganda chiroqboy bo'lishga yaraymiz, ukam. Sizlarga bundaq odamlarmi kerak-ku, ha? Uy g'imi, turmush g'imi deganlaringizni menga ichtirib bering. Siz o'qiydiganni o'qib, yozganlaringizni yozavering. Men siz uchun har qanday ishni qilishga tayyor. Jinim amalli bo'lsa, kirpingizga yosh, kiyimingizga chang qo'ndirmayman. Bizning xalqimizga qo'rsqimizdagi hamma hunaringizni ko'rsating. Men sizga ustal, yumshoq o'rindiq buyurtib qo'ydim. Ishlang, ukam. A'lo Zulyaning samimiylik, do'stlikdan boshqa tamasi yo'q mehribon ko'zlariga qarab qo'ydi-da, uning yirik qatmal qo'llarini qisdi. Go'zal bahor meni o'z quchqida erkilatmoqda. Bog' gullari, puroqlari bilan menga ilhom va rohat bermoqda. Qushlar churuqlashib, mening xushallik va talpinishlarimni kuchaytmoqda. Tog' suvlari cho'qan suram bilan meni xotirjamlik, ko'ngli to'g'liqqa undirmoqda. Menga umid va ishonch taqdim qilgan bahorning illiq qo'ynini do'stimning qimmatli yordamidek xotiramda saqlayman. U kechda bu gaplarni xotirasiga yezib etib, do'stlarini qayta esladi. Ular nada, nimalarni qilyotdi? Uning xiyoliy do'stlariga ko'chish bilan qo'li ishqa bormadi. Mengasiga o'qigan kitobidagi gaplar kirmadi. Uning ko'z oldiga Hoshir keldi. U Hoshirni xiyoldan chiqarib etish uchun ko'ngillik yoshlik to'g'risida o'ylamoqchi bo'ldi. Lekin ko'z oldida tashviq varaqlar, kurash yig'ini qora parda bo'lib turib oldi-da, hammala aslimisi siyoqqa chilamgandek bo'lib tuyuldi. Hoshir, dedi u bir tashviq varaqini mijiqlab tutib, "Endi navbat sana keldimi, do'stim?" Mijib tashlangan varaqida noyada ichilgan kurash yig'inining ahvoli yozilgan. Yig'inda Hoshir boshliq odamlar kurash qilingan. Hoshirning gunohi markazga xat yozganligi, Hoshir xatida yezi ilikida saqlanayotgan ig'ir masalalarni inkos qilib, yuqoridan qarzdorlik, ocharchilik kundan kunga ig'irlashayotgan joylardagi dehqonlarni qutuldirish talab qilingan. Xatda faktlar aynan qo'yilgan, sabablar tahlil qilingan, talablari o'tirib qo'yilgan. Lekin bu dokladga yuqoridan madaniyat zo'r inqilobiga qilingan hujum degan xat qo'shimcha qilinib, noyalik qurolliq bo'limiga qaytarilgan. Varaqaga yana Hoshirning naq maydonda tortilgan surati besilgan.
Suratda Hoshirning ko'krigiga qalin taxta esilgan. Taxtaga ta'tir qilib Hoshirning ismining ustiga naq aksil inqilobchi unsur degan xatmi yozilgan. Qurolliq ikki yigit oyog'i bilan Hoshirning gajgisidan dastlab chechidan keyniga tortib turgan. Hoshirning ko'zlari chekchiyib chiqqan, og'zi yerim ochilgan, qo'llari gajgisiga qayrilgan. Әла pakar hujrida kigizlar ustida u yoqdan bu yoq mangdi. U xuddi o'zi kurash qilinayotgandek azoblandi. Hoshirning poltiyib chiqqan ko'zlari xuddi o'zining yordam tilayotgandek, yerim ochiq og'zi bir nimalarni davatgandek bilindi. Quliqi xuddi Hoshirning azobini anglayotgandek, ko'zlari do'stining mardona qadining pukilganini ko'rib turgandek bilindi-da, azob bilan tortib ko'zlarini bir pas yumdi. Ondan hujrning boqqa qaragan deresini ichib etib, yerda mijilib yotgan varaqini qaytadan qo'liga oldi. Deresi tövdeki serin gülden çiçek puruqı uruldu. Bağının neriqi temida yondashqan teraklarning qora siyasi aynakda irg'anladi. Bahar o'zining yangi sirli qiliqlari bilan A'laning azob va ko'ngilsizliklarini elib qochish uchun harakat qilmoqda. Baharning sho'x, salqin shamollari uning qulqiga ganjoda, lanjoda, nahiyada ko'ngilsizliklarni qanday yenganligini shivirlmoqda edi. Chidam, taqat, ishonch va umid deb pichirladi A'la xuddi bolalarning ismini zo'q bilan tilga olgan kuyimchan onadek har bir so'zni bir tamkin aytib. Mana bular menga hamroh bo'lsin. Shuncha yilni kichkina orolda o'tkazgan Robinson Crusoe o'z yoshligini turmada chidam bilan o'tkazgan Monte Cristofning savr taqat, chidam g'ayrati menga hamroh bo'lsin. Hozir menga mana shu lozim. Hujrning hoylig'i qargan deresidan xira yo'riq tushib turadi. Bu yo'riq peshayvon ostidagi supoq qo'yilgan gazvoyning yo'riqi. Bu yerda Zulya kigizchilar bilan kigiz pishirmoqda. Yosh kigizchi mushtining do'konga jig' qilib urilishiga moslashtirib qisqa o'darliq ohangda naqsha aytmoqda. Bu tog'lar egiz tog'lar, g'eribning yo'lini bog'lar, g'erib o'lsa kim yig'lar, g'erib yig'lar. A'la kigizchilar bilan muңdashib, Hoshirni unutmoqchi bo'lib uydan chiqdi. Supuga hikmatlar selingan, cho'ng dasturxon ustiga nonlar chechilgan, chinlarda muzlagan qaymoqlar, atgan choylar chala ichilgan peti turgan, dasturxon atrofidagilar xuddi hiyla mojarodan ajratilgandek tatargan, ularning chiroylari g'azabli, ko'zlari umsa edi. Qurbonjon, dedi Zulya, A'la ustalga kelish bilan tövanda o'ri turgan yigitga qarab qo'yib, sen hozirla daduy hay'atlarini ishxonaga yig'ib, fikri borlar ishxonada so'zlasin. Zulya qizil duxava bukini qo'liga oldi-da, kigizda tizilib o'ltirib A'laga qaradi. Uning xushxuy chiroyi o'zgargan, seriq burdi kirpi tikindek hurpiyib, ko'kish ko'zlaridan o't chaqnamoqda edi. Men bizning mushu daduyda bo'lsa-mu tinchlik, xotirjamlikni saqlab qolaman deb o'ylagan edim. Fukam, A'la, bo'ldi. Men bo'ronda chayqalgan dengizni ko'rgan. Butun Jungo hozir shunga o'xshab qopdim. Dengiz chayqalsa, ichidagi hamma narsa tinch qolmaydi ekan. Siz baribir hammani bilasiz. Yo'shirib nima qilamiz? Mening beshimga o't tutashdi. Daduyjon Noyiga berib o'zgarib ketdi. Ko'rdingizmi? Hozir uning uyida Noyidan birga kelgan isyanchilar shtab qurib, menga qarshi harakat elib beryapti. Noyili qurolliq bo'lim uni qo'llab, bir necha askarni qo'shib avatibdi. Ular meni og'dirmoqchi. Men ularga huquq bermayman. Huquqni bersam butun dodi tugishidi. A'zolarning bir go'ngini ming bir jabo bilan oralla 2 so'm 60 tenge chiqargan edim. Huquqni tarqizib qo'ysam, ko'zlikka taqsimot norma yo'q bo'ladi. Bizning daduymi boshqa daduylardek vayron bo'ladi. U o'rnidan turib edi, dasturxon atrofida o'ltirishganlarmi o'rnidan turishdi. Birdamdan keyin ho'ylida A'laga hamroh bo'lib, 3 kigizchi, bosh kadri, nadandir qechib kelgan qiyri artist, tövanga tushirilgan tog'il o'kkiz, laqamli kadr, sirtdan kelgan juvichi qatorli odamlarla qoldi. Her yerden kelib birli maqsad uchun to'plandik, dedi tog'il o'kkiz hayyorlik bilan g'ijmat qoshlari ostidagi xumor ko'zlarini o'yintib. Her birimiz her yerden kelgan har xil kasblar. Kadir, muallim, başgir, juvichi, kigizchi, artist deqan. Maqsad bir, yana jon beqish. O'ltirganlar kulishdi. Artist yo'g'on burun, char soqol, taqir beshiga kir,
oq xəsə doppusini çökürüb kiyib alğan, sual belgisidek dümcek adam beşini gildinglatib qattiq kuldida, "Belengap" dedi u. "Hozirgi kunda ikkala odam xotirjam. Biri xon, biri divona. Xon hukmi bilan, divona rizqi bilan xotirjam. Lekin ularning maqsadi jon beqish." "Xato gap", dedi uzun tura, qo'yiq chashliq bosh kadri ko'rsatkich barmog'ini o'ynatib so'zlab. "Hamma odamning maqsadi jon beqish emas-da. Undaq bo'lsa, nemishqa odamlar bir-biriga g'amxo'rlik qiladi? Zuliya Shujining nemisi kim? Ya'ni nemishqa shujuligini olsang ol demaydi amisa. "Belengap", dedi artist darhalla bosh kadrga qo'shilib. "Hamma odam jon boqalaydi. Chumela qurut qo'ng'iz chig'li jon boqadi. Odamning maqsadi jon beqishlar bo'lsa, odam qurut bilan o'xshash bo'lib qoladi-da." "Jon baqmaq farz", dedi tag'il o'kkiz bosh kadrga qarab qo'yib, qalpoqlarini titratib. "Lekin sen chumuldan bosh olgan adash, jon beqish degan so'zni qo'rsoq beqish deb qarama." "Mana belengap", dedi artist uning gapini bo'lib. "Shuning uchun odam qurutdan qaltis. Odam degan yeydi, kuludi, buyruq qiladi, ezidi, aldaydi, qas qiladi, o'ltiradi, voy hammani qiladi. Shuning uchun odamga bir tomoqla emas, misoli yaxshi kiyim, uy-joy, yaxshi ayol, mansab, huquq, obro'y, pul, rohat, farog'at lozim. Mana bularning hammasi jon beqish." "Bekor gap", dedi bosh kadri dasturxonga shipqab o'ltirib olib, qo'llarini shiltib. "Chakini gap. Hayot deganni bundaq tar tushunsak, rostila qurut bilan o'xshash bo'lib qolamiz. Men jiq kitob o'qiyman. Dunyoda rostila o'z foydasini ko'zlamaydigan odamlar bor. Ular o'ltirsa qopsa, ko'pchilikning foydasini o'ylaydi. Boshqalarning manfaati uchun o'lishdan qo'rqmaydi. Bundaq odamlar kitoblarda ko'p. Masalan, Betyun, Pavel Korchagin." "Belengap", dedi artist. "Masalan, Leninmi, Marksmi shundaq edi. Marks pul, mansab ko'rmagan. Kitob degan kitob", dedi tag'il o'kkiz bu qitim artistni silkib. "Yumaloq tovuz adash, kitobda bo'lgan bilan amaliyotda bormi zodi undaq odamlar?" "Amaliyotda qiyin", dedi artist ko'zlarini chimildatib. "Zodila o'z foydasini ko'zlamaydigan odam balki tepilmas." "Tepildi", dedi bojgir qo'llarini shiltib. "Misol Hoshir Shuji, Zuliya Shujilarni olaylik." "Tepildi", deb tasdiqladi artist qo'llarini havoda o'ynatib. "Misoli Hoshir Shuji dastlab chaynab tursimu rost gap qilgan. O'z xulqim bilan angladim. Kurash yig'iniga borganim yo'q. Noyaga og'iylarga agishib o'ynab berdim. Toza ishdiq, kekirgacha yedik. Kishi beshiga balki 1 kilodan jun ishkandimiz. G'araqmas bo'lib olib sahnaning yenidan o'rin optimiz. Bo'lyotidi kurash, to'g'layotidi shuar, qo'yilyotidi savol. Shundaq gaplar bo'ldi. Dehqonning turmushi inqilobdan burunqidan qandaq?" deb so'radi biri Hoshir Shujining quloqidan tortib. "Men endi tova qiladi deb o'ylab Hoshir Shujiga qarsam, u odam chiroyini o'zgartmasdan turib, kooperatsiyagami yetmaydi demamdi. Qo'rqib jinim chiqdi. Mana rost gap, mana yurak. Hoshir Shuji o'zining manfaatini ko'zlagan bo'lsa, yolg'on so'zlamas edi." "Harva apqashtimig'ina yumaloq tovuz", dedi tag'il o'kkiz uning gapini uzib tashlab. "Xudoyim dunyoda er bilan ayol rost gap qilgan bilan yolg'on gap qilgan deb odamlarning jinsini ikki xilga, mijozini ikki xilga bo'lgan. Rost gapmi, yolg'on gapmi hammasi jon beqish uchun. Men chig'imda hukumatning 40 yil katminini chapdim. Yangi hukumatga 19 yil, koni hukumatga 21 yil ishlabdiman. Sanab baqsam 1100 do'st tutibdiman. 2-3 ming kitob o'qibdiman. Dinimmi, fannimmi o'qidim. Lekin galni birinchi o'ringa qo'ymaydigan odamni ko'midim." "Nemishqa deganda", dedi bu qitim artist uningga agashmay. 1100 og'inangning hammasi haroqkash, o'zingda galga amraqda. "Nima deydi mavu gal so'zguchi", dedi tag'il o'kkiz o'ngib tortirib. "Sizlarda gal uchun 4 putliq bo'lib mangmaymiz juma? Bir shapaqqa bir kun soz chelib 50 nechiga kirgan nimalarsan?" "Belli", dedi artist kulib turib. Tag'il o'kkiz qora o'kkizga aylandi. "Mana Matatega konvoy bo'lib ketganlar, shunga bolalarning tili tungancha chiqibdi deg'ujam. Uni ozdab shing do'banga voskichi bo'ptikanlar, tishlari texchi qora. Bularga qaraganda shapaqqa naqshi aytgan bilan
O'ltirganlar qaqaqlab kulishdi. Ko'pchilikka egishib tag'il o'kkizmi kuldi. Kulkidan keyin qeri artist chiqayotgan ochiq mo'g'urkisni tag'il o'kkizga tutdi. Tag'il o'kkiz titrab turgan qo'llari bilan tamakini ilib sho'ridi. Uning burnidan chiqqan qo'yi qiz oqargan burutlarini yalab o'tib, g'ujmak qoshlari ostidagi xumor ko'zlaridan chiqqan yoshda erib ketayotgandek bilinadi. A'la uningga sinchilab qaradi. Shu chaqla uning qo'riqlari orasiga yoshiringan go'zalligi birdilla namoyon bo'ldi. U qonsharliq, xumor ko'z, kang peshona, erlar go'zalligiga kam kutisiz to'shadigan odam edi. Umu aladek chaqlarda hayotdan ajoyib umidlarni kutgan, qo'rsqiga ajoyib planlarni pukkan, nurg'un yurak qinini ana shu planlarga sarf qilgan. Umidvor g'oyalik yigit bo'lg'aydi. Bugunchu hech nimadan umid yo'q. Zag'rinan bilan qaynoq suvga rozi. Turmushning eng tuvan qatlamida turib olib o'zining yuqori tarafda nimalar bo'layotganini bilishga muroyi yo'q. Jini bor, umid yo'q. So'zlaydigan isklatiga aylanib qolgan. A'lamu kunlarning birida ana shundoq bo'lib qolarmi? A'la tag'il o'kkiz to'g'risida anglagan bu odam tunji qatim chet elga chiqib o'qigan Uyg'ur ziyolilarining biri. O'z vaqtida o'quvchilarga fan bilim, ma'rifat tugatgan, nodonlik, nomrodlik dasidan qul bo'lishga qarab yuzlangan xalqni ilm ma'rifat bilan o'yg'itib, dunyo va jamiyatning sirlarini ularga bildirish yo'lida ajr singdirgan bunu odamning bugun ismini xalqlar unutishgan. A'laning o'zi bilan taqdirdosh bo'lgan bu boyga ichi og'ridi-da, uningga yondashib o'ltirib, qo'lini mursiga qo'ydi. Aka, ismingiz zodi nima? Tag'il o'kkiz A'laga yalt qilib qaradi-da kuldi. Qo'rinmasdan tag'il o'kkiz davring, ukam. Xo'rliqingiz kelyotadi. Bildim, ahlaning yuragi bir. Siz bilan biz sesiq 9-chi. Bu nom Yuan sulolasi davrida qo'yilgan. Odamlar 9 darajaga bo'linganda 7-si jaloblar, 8-si divonlar, 9-si ziyonlar edi. Ziyonlar jaloblar bilan divonlardan tuvan edi. Hozirmi shunda? Yana nimaga xo'rliqingiz keladi, ukam? Bilgim keldi. Siz nimishqa bu qo'pol ismini qabul qildingiz? A'la mehribonlik bilan buvayning qo'lini tutdi. Ukam, dedi buvay ochiq kulib qo'yib. Kaptarni tulkiga salgandek kulkilik ish bu. Mening umrim kitob. Gap bilan o'tgan tursa, men qanday qilib dehqon bo'la olayman? Ketman bilan 6 jonni boqmoq men uchun xuddi kaptarni tulkiga salgandek ish. Nomerga ishlay olmadim. Qarzga bo'g'ildim. Shuning bilan tag'il o'kkiz degan laqamga rozi bo'ldim. Naq o'zi dedi boshqir kulib. Dehqon degan laqamni boplab qo'ydi. Bularning ishlab chiqarish atirida bir qeri o'kkiz bor, ishqi bormaydi. Onni ursang bir chamdam qo'ydi. So'yay desang ustixondan boshqa go'sht yo'q. Qishicha oshqan tashqani yeb o'lmay qishdan chiqadi. Atiyazda 1-2 oy ko'tirim bo'lib yotadi, lekin o'lmaydi. Nemishqa deganda uni kommunaga qo'shgan egisi odat bilan boqadi. Egisiga chiq ishlab, kuchi tugaganda muni kishidek ishlab chiqarish atirtiga a'zo bo'lgan jonivorda u a'zolarga xor bo'lgan bilan egisiga iziz. Shunda qilib 10 yildan beri o'lmay kelyotdi. Muni danishman apandi naq shu. O'kkizga o'xshaydi. Xizr qo'ygan ism bu. Ko'pchilik kulishdi, lekin A'la kulmadi. Uning buvayga birdilla chin yurkidan hurmati qo'zg'aldi. Ismingizni deb bering aka, dedi A'la buvayning o'riq gavdasini quchoqlab. Tag'il o'kkizni himoya qilgan odam borkan-u, sizni himoya qilgan odam chiqmamdi. Ismim Boratjon, lekin meni Sultanov deyishadi. Hozir ishlab chiqarish atiratining dangzisidami bu ismlar yo'q. Hech kim meni Sultanov demaydi. Faqat ayolimlar bu ismni faxrlanib tilga oladi. Nemishqa deganda, u qiz chig'ida yigitlarni chekib yurib, oxir tunji qitim kostyum burulki kiyib, galstuk taqagan, chiroyli, bilimli Sultanovni yoritib takkan. Davlatimni ko'rdi. Endi mehnatga botganda u meni satlamdi. Hey ukam, dunyoning qiziqi qolmadi danga, lekin o'sha 30 necha yillik hamrohimning ko'nglini debla o'lgim kelmay turibdiman. Bo'lmasa yashab nima qilardim? U ko'ziga yosh oldi. A'la birtila o'rnidan turdi-da, o'jirsiq ketib, bir ozdan keyin bir bodolka haraq bilan bir siqim qurt ko'tarib chiqdi.
u burunqi o'rniga o'ltirib pechatdek butulkaning og'zini cho'qi bilan echishga kirishdi. Sultanov og'zini tamshitib qo'ydi. Qeri artist tükürgünü yetdi. Bajgir kulib qo'yib a'laga shipqidi. Yuvchi bilan kigizchi bir-biriga qarshib qo'yishdi. Hayotni bir cho'ng bino desak, dedi a'la piyolaga aroq qo'yib. Biz shu binoning axlatxonasi. Balkim jamiyatda jinoyat bilan turmaga kirganlarni hisobga olmaganda bizdan tuvan hech kim yo'q. Munda qarsam kigizchi, juvchi akalardan boshqalarimiz ziyonlar ekanmiz. Bizmi shu, dedi juvchi, talpikini keyniga surib qo'yib, men 24 yillik matematika muallimi. Munu kishi kigizchilik qilib yurgani bilan asli noyilik tashqi savdo idorasining bosh buxgalteri edi. Tepishibdi, dedi Bajgir kulib. Toza talinibdi. İnimiz a'loni bilmaydiganlar ko'p, tanishtirib qo'yay. U Uyg'urlarning olimi, nurg'un maqollar e'lon qilingan, kitoblari chiqqan. Qismat bu kishini axlatxonaga akilib tashladi. Qani amsa, dedi a'lo jonlanib axlatxonaga bo'lsaqmi, odam biz. Odam bo'lganimiz uchun xo'shal bo'lishga huquqliqmiz. Bu huquqni hech kim cheklay olmaydi. Tanishaylik. Beşimizden ötken işlerini sözleşeyli. Kim buldu? Bizning söhbetimiz Çağır derviş qıssidiki 4 dervişninkidin eşip ketemdi tehi. Hikoya etişeyli. Bizmi 6 derviş, qini 6 dervişning dostluk üçün kötüreyli emse. Dünya mürekkep ve sırlıq bolğanadek insanlar mı adam zatsız, çöldek sırlıq boldu iken. Birli qarsan özü oddiy eski çopallık. Ama işçiqarını bilen tanırsan, o adam sana g'alita, venta, prujinlardan qurulgan mashinadek mürekkep bilen degen. 6 derviş bir-biri bilen yaxshi tanışmasda bir-birini bilişetdi. Biri juvchi, biri jazolanib xizmatdan haydalgan kadr, biri ishga yaramas artist, biri qildigan ishi yo'q, oqnanchi bajgir. Mana endi bir budulka haraq ularning qonidan o'tib ketib edi. Mağdursiz bedeller mağdur tapdimi? Ular bir-biriga gap bermay, o'z beshidan o'tgan ishlarni so'zga turdi. So'zlagan sirri ular bir-biriga tushuniksiz, yot va gumonliq bo'lib tuyulishga boshladi. Juvchi ustam, ismingiz Qudratxon ekan, matematika muallimi ekansiz, belli. Mundaqdan, texi sizni ilibni tayoq deydigan desam, ziyal ekansiz-da. Qara qash, qara saqal, burutliq, oq yuzlik juvchi beshini lingshitib kulib qo'ydi. Qismat, kigizchi ustam kuniga 2 shogirdi bilan 40-50 so'm topadi ekan. 5 yilda topgan pulning hisobini qandoqmi chiqardi ekan deb o'ylab beshim qetib yuratdi. Dedi Sultanov haraqning kuchi bilan yigilab qolgan kovadek purilgan yuzni silab qo'yib. Bosh buxgalter ekanligida hisoblab ko'rsalar, kuniga 4 kilodan yesak, 6 jonning 90 kuniga qanchalik qo'noq ketadi ekan? He. Qo'ya fikam harqingni. Endi kigizchini kitobxonlarga suratlaydigan bo'ldik. U do'g'laq, qizil yuz, xuddi u mashkisidek yumluq, faqat manzining o'rikdek joyi, qonshiri, tor peshonasila yungsiz, dixmaq tom barmoqlari xuddi paypoqliq xo'rozning putiga o'xshaydi. Maydisi bo'rdilayotgan o'kizning tiqimidek. Ho'shirjon, dedi u yung etayotgan shogirdiga vaqirab, "Ma, muni 20 so'mni ol, magazinchini o'yg'at, kelishiga xara qil." Maznaxunning qo'ldagi biqiyotgan paxlarni so'yib akelgin, homini ishgandekin yurak chilashqich ichayli. Ular ichishmoqda, yeyishmoqda. Xuddi uzun yil ko'rishmagan yurtdoshlar mahallasidagi hamma nima to'g'risida qizg'in so'zlashganidek, buni tashlandiq odamlarmi ilm, tarix, o'tgan ishlar to'g'risida shunchalik qiziqib so'zlashdiki, ular allaqachon buni kichkina 180 tutunlik mahaldan chiqib ketishgan. Ularning fikrlari dunyoni ko'zmoqda. Ularning eg'izlaridan milodiyadan ilgirki 300-400 yillarda o'tgan odamlar ajoyib kitoblarning ismlari qiziqarli voqealar chiqmoqda. Ular Aristotel, Aflatonlarning dialektikasi, metafizika, dialog degan asarlari, hikmatlik so'zlari, Arximed, Pifagor, Galiley, Newton qonunlari, Polsha astronomiya olimi Kopernik to'g'risida, Georgiy Washingtonning 1775-yildan 1783 yilgacha Angliyaning mustahkamchiligiga qarshi turib, oxir g'alaba qilib tunji Amerika zo'ngdong bo'lganligi,
Miladdan ilgirki 3-chi asrda Misrning Iskandariya shahrida dunyo ilm markazi, Iskandariya kutubxonasi bo'lganligi, keyin bu muqaddas ilm markazini ilgari rimliklar, keyin arablar ko'ydirib tugatganligi, bu voqeaning Chin Shuangning kitob ko'ydirib, mollalarni tirik ko'mishi, Chingizxonning madrasa, xonaqalarga o't qo'yishi va madaniyat inqilobida kitoblarning ko'ydirganligi bilan o'xshib ketadiganligi qatorliq masalalarni qiziqarli qilib so'zlashdi. Ular qadimki shoirlardan Umar Hayyam, Yusuf Xasajib, Ahmad Yuknaki, Atayi, Sakkaki, Lutfi, Navoiy, Zalili, G'iribi, Nozimi, Nizari, Mashrab, Hüveydalardan she'rlarni, Shohnoma, Güliston, Tarixi Aminiya, Tarixi Rashidiya, İli Tarixi, Qashqariya Tarixi qatorliq asarlardan ajoyib voqealarni shunchalik qiziqarli qilib so'zlashdiki, necha vaqtdan beri o'zini mushu atrofda eng bilimli odam hisoblab yurgan Bojgirning og'zi ochilib qoldi. U hayotida bu gaplarni tunji qatim anglamoqda. Shundaqla bunchalik jiq narsalarni bildigan odamlarni tunji qatim ko'rmoqda. Kunda birli rumka haraq bilan mast bo'lib qoladigan odamlar bugun 4 butulkani bo'shatdi. Lekin texi hech kim yiqilmadi. Sultonning qing'aydi, kigizchining gepi ko'paydi. Qiyri artist yeldan hilg'an naqshi etib, boshqalarga haraq tutatdi. Yuchi xiyolchanlik bilan tamkin o'ltiratdi. So'rining asosi parangchisi bo'lgan a'lo bo'lsa, buni ko'pni ko'rgan, o'zlarini o'z sohasida tangdishi yo'q hisoblaydigan jul-jul kiyimlik bilim ahlini hayron qoldirib va o'ziga jalb qilib, xuddi hamma sohaning ahlidek til, adabiyot, tarix, coğrafiya, matematika, astronomiya, falsafa, hatto muzika to'g'risida yangi qiziqarli gaplarni qilmoqda edi. Zamonimizning Farabisi, dedi qiyri artist a'loga qoyil bo'lib, yenida yenicha yotgan tog'ul o'kizga pichirlab, ishchi bilimga to'lgan yigitgan. Giyuti, dedi Sultonning qoyil bo'lib, Giyuti Germaniyaning 9-asrda o'tgan ulug' shoiri, lekin u o'simliklar, nur, mexanika, falsafa sohasidami dongliq edi. Bu sohada asar yozgan edi. Bizning a'lomu Uyg'urlardan chiqqan Giyuti bo'lgan o'xshaydi. Lekin dedi Juchi ularning suhbatiga aralashib, Giyuti to'limi pulliq o'tganmish. Hozir Gindenburgda uning haybatlik joyi bor ekan. Bizning olimimizcha uning beshidan do'ppisi tushsa, kishining yeriga tushidi. Kitoblari qig'ning orsiga tiqilqliqmish degan. Xiyol besib yavaşlab qolgan Bojgir tunji qatim tog'il o'kizga yelindi. Aka, Barat Sultonov aka, sizmi nurg'un bilimli odamkansiz? Hammanglarla yetilgan odamlar ekansizlar. Yana qanday qilib bundoq juva chupar orasida qoldinglar, ha? Sultonov kulib qo'yib arabcha she'r o'qidi. Pasahmu yertau pririzai va inahu bisal hizazu li'annahu yatarannamu. Sultonov qaqaqlab kuldi. Bojgir ko'zlarini chimildatdi. Ma'nisini deb bersangiz-a? Ma'nisimi, dedi a'lo kulib qo'yib. Men bu she'rni qo'polroq bo'lsa-mu uyg'urcha she'r qilib o'qib beray. Siz o'zingiz tushunib oling. Riyazi jannat ara qushqash uchar rohatda, churuklaydi, kuludu, lekin hamon benazar. Bulbul tar bir qafasda tipirlaydi zulmatda, gunohi shu charaki xush ovozi u alhazar. Yaraysan, dedi kigizchi qaqaqlab kulib piyolni ko'tirib. Alamat tarjima qilding, fukam, salomatliking uchun ichiman. Butun tun bo'yicha suhbat bo'ldi. Naqsha she'r o'qildi. So'rindikilarning ko'ksi qorni ichilib, ko'ngillari yayradi. Zulyaning ayoli mana oxiri mehmonlarga cho'chir elib kirdi. Butun o'ltirish davomida dasturxondan ketmay gap anglagan Zulyaning 15 yoshli o'g'li dadasi ho'yli darvozasida ko'rinishi bilan dadasiga qarab yugurdi. Dada, bular qaltis odamlar ekan.